Chestni obzor qilamiz. Bir boshidan boshlasak. Konditsioner. Просто ko'ryapsizlar? Уже yarmidan ko'pini ishlatib qo'ydim. Men kecha как раз ana qishki brekda kiyimlarim bor edi. Химчисткаga bergandan ko'ra o'zim yuvib oldim. Просто bomba, lekin boshida xato qilibman. Слишком ko'p sovuribman. Bu hech narsa qilmasa kerak deb o'yladim. Hidi gupillab urib ketdi. Albatta parashok bilan, hozirgi parashoklarning hidi yo'q. Shuning uchun bitta kir aylantirishga shu bitta qopqog'i yetadi. Buni men 10 dan 100 bemalol beraman. Ayol va qizlarimizga, erkaklarimizga ham вообще-то eng kerakli narsa chujum geldilar dusha. Lekin menga eng yoqqani erkaklarniki bo'ldi. Nimaga? Chunki stoykasi ancha-muncha ko'proq turib beradi. Ayollarniki ham yaxshi, yomon demayman. 3-4 soat bemalol tanizda turib beradi. Lekin bu ko'proq turib berdi. Bu narsani men nimaga ertaroq zakaz qilmaganman hayronman. Bitta notarafi bor. Bu narsa просто zo'r. Shuning uchun yomon. Bu prям katta xonalarga deb ham o'zim o'ylab ko'rdim. Nimaga? Chunki bizning xonani bemalol hid bilan ta'minlaydi. Даже oyna bilan pardani ochib skvoznak qilib qo'ysak ham hid aylanadi, lekin ketib qolmaydi. Bunga 10 dan +10 beramiz. Bu narsani to'g'risini aytaman, ko'p san'atkorlarda ko'rardim, lekin o'zim olib ko'rmaganman. Nimaga? Chunki kremli narsa qanaqasiga stoykasi bo'lishi mumkin deb o'ylardim. Bu narsa просто bomba. Lekin bitta tarafi bor. Buni surgandan keyin atri kuchligini emas, sal pasrog'ini sepish kerak. Chunki bu birinchidan stoyki narsa, ikkinchidan hidi o'zi mamindoy yetadi, uchinchidan to'g'risini aytaman, o'zi hidlarga injiq bo'lganim uchun buni hidi o'zi yetdi. Buni ham qo'shganim uchun kiyimimdan buni hidi o'zi yetadi. Atir umuman kerak emas, faqat basic и всё. Agarda kimga shunaqa narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, profil. Rahmat deb ketarsizlar.